30-savol. Qarab turing, o'chib qoladi yana. Vanadiy 2 sulfat desak bo'ladimi? V esa otur ekan. Vanadiy 2 sulfat kaliy permanganat va suv bilan reaksiyaga kirishib HVO3 vanat kislota deymizmi, nima deymiz buni? Kaliy sulfat plus marganez sulfat sulfatsida chiqyapti. Reaksiyadagi suvni koeffitsiyentini aniqlang. V esa otur. Qo'shamiz kaliy permanganat. Qo'shamiz suv. Bunda hosil bo'lyapti HVO3 kaliy sulfat marganez sulfat plus sulfat kislota chiqyaptimi yana? Xo'p, mana shu reaksiyani demak tenglashimiz kerak ekan. Bu yerda V elementi tanimasligingiz mumkin, lekin bu yerda biling V ekvivalentli ekan. V esa otur bo'lishidan. Mana esa oturni ikkisi bu yoqqa tushgan, V ni ikkisi bu yoqqa tushgan, qisqarib ketganda. Demak, bu yerdagi V ni oksan darajasi +2. Mana bu yerda 6, 6 dan 1 ayirsak 5. Bu yerdagi V ni oksan darajasi esa +5 ga teng. Marganez oksan darajasi +7 dan o'tyapti marganez sulfatda +2 ga 5 qadam. Demak, bu +2 dan +5 gacha 3 qadam, bunda esa 5 qadam. Uni 5i bunga tushadi, buni 3i esa bunga tushadi. Bu yerga tushganimizda bu yerga tushadi. Kaliylar 3 ta ekan. Kaliy sulfat oldiga 3 qo'yamiz. Asta kichkinasini oldiga. Hop, baribir bu yerga 3 qo'yganim bilan kaliy qayda bor yana? Buni kaliy sulfatda bor, to'g'ri. Hop. Shu yerda bor. Ashili 3 qo'yilgan 6 qo'ysa-chi dedim. Keyin mana marganez sulfatga yana 6 qo'yiladi. Hozir marganezning oldiga 3 qo'yishimiz kerakmi? Mana +2 dan +5 gacha 3 qadam bo'lsa, baribir 3 esa marganez 3 ta bo'lishi uchun mana 3 qo'yamizmi? Yo'q. Qani +2 dan, +5 ga o'tyaptimi? Necha qadam? 3 qadammi? Buchi +7 dan +2 o'tyapti, 5 qadam. Va ni oldiga 5 qo'ydik. Almash tushganligi uchun. Buni oldiga 3 qo'yishimiz kerak. Bo'pti, endi men bilmadim. Mana shuni yozib o'tirlicha qanday bo'lar ekan, oxiri xayr bo'lsin deydi. Mana buni kaliy va esotor deganimizda zo'r bo'lardi mana uni. Desam unda 5 tushib qoladi-da va bu yerda. Boshqa narsani tenglab ko'raychi, kaliy turib tursinchi. Mana sulfatni tenglasak bo'lmaydi ekan-da, sulfat ham. Sulfatlar maytda nechta ekan? 5 ta ekanmi? Shu 5 tadan mana 3 tasi bu yerda bo'lsa, hop. Endi o'sha 6 ni keyinchalik tushuntirib berasizlar, qo'yib turaveraychi, qaydan kelganini aytasizlar. Bu yoqqa ham marganez, o'ng tarafga marganez sulfat. Mana nega 10 qo'yaymi? Keyin aytasizlar, bo'ptimi? Menga ham. 10 qaydan kelganini. 6 qo'ying, ha? Kaliy sulfat oldiga 3 qo'yasiz. Suv oldiga. To'xtang, sulfatdan oldi-chi? Sulfat kislotani bo'ldi. 10 ta bo'lsa 9, teng ekan. Suvni oldigachi 10, 12. 12 ta bo'ladi. Qana tenglagan 40, 24, 64, 64 ga 70, ya? 70. 70 ga 30 bo'ladi, 30 ga 12, 42, 42 ga 24. 66, 4 qo'shsak 77, to'g'ri ekan.
Endi aytinglar menga ham, qaydan nimaga ikkilantirdik? Mana bir yaradasini bo'lgan shashni bilantirsa ya'ni. Ya, xo'p. Yaxlit son chiqadi. Mana u o'ksani chiqartirishga man to'g'ri kelmay qoldi-ku. Mana shunaqasi ham bo'ladi. Nimaga ikkilantiramiz? Hozir 2 koeffitsient ikkilantirish degan narsa. Ha, bo'pti, endi shunaqa ekanda. Ketdik. O'chirmaymiz bu videoni. Mana shunday qo'yib yuboramiz. Mana bu 35-reaksiya eng mashhur reaksiya hisoblanadi. Ya'ni kaliy dixromatga xlorsida qo'shyapti. Laboratoriyada xlor shu usulda ham olinadi. Ya'ni oksidlovchilarga xlorsida berib olinadi. Kaliy xlorid, xrom 3 xlorid, xlor suv chiqyapti. Barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang. Kaliy dixromat qo'shamiz vodorod xlorid. Bunda hosil bo'ladi. Kaliy xlorid, xrom 3 xlorid, molekulyar holatda xlor ajralib chiqadi va suvmi? Mana xlor mana shu xlorsidaga kuchli oksidlovchilar ta'sir ettirib xlor olinadi, xlor gazi. Bu reaksiya tenglashni biling. Men yoddan bilaman, mana shu yerga 16 tushadi. Qolgan joyda bilmayman, lekin 16 tushunadi mana shu yer. Ko'rasiz hozir. 7 kara 2 14, 14 dan 2 ni ayirsak 12, 12 ni 2 ga bo'lsak +6. +6 dan +3 o'tyapti xrom. Necha qadam? 3 qadam, 2 ta xrom bo'lgani uchun 6 qadam, eslab turing. Xlor -1 dan 0 ga o'tyapti. 0 dan -1 ga 1 qadam, 2 ta xlor uchun 2 qadam. Demak, 6 qadam, 2 qadam, 3 qadam, 1 qadam, 1 qadam, 3 qadam. Demak, 3 mana uni oldiga 1 tushar ekan. 3 esa xlorni oldiga tushadi. Buni oldiga 1 qo'yganimizda kaliy xloridni oldiga 2 qo'yamiz, xromni oldiga 2 qo'yamiz, umumiy xlorlar sanaymiz. 6 ta 8 ta bo'lyaptimi? 8 ga 6 14 mi? Yo, boshqa reaksiya ekan. Bu yerga 14 qo'shimiz kerak ekan demak. 14. Vodorodlar 7 ta 14 ta bo'lyaptimi? Suvni oldiga 7 qo'ysak, kislorodlar, vodorodlar teng bo'lishi kerak. 7 ta kislorod, bu yerda ham 7 ta kislorod teng ekan. 16 emas ekan, 14 ekan-a. Bo'ldi shu. 40-reaksiyaga qaraymiz. Kaliy sulfidda kaliy dixromat va sulfosida bilan oksidanayapti. Kaliy sulfid, kaliy dixromatmi? Kaliy dixromat bilan yana sulfosida ham bormi? Nima chiqyapti ekan? Oltin gugurt. Xrom sulfat. Xo'p, ketdik. Yana elektrobalansda -2 dan oltin gugurt 0 ga o'tyapti. 2 qadam. Ha? Mana unda -2 mi? -2 dan oddiy moddalarda 0 bo'ladi oksan darajasi. 2 qadam. Xrom +6 dan, mana bu ko'rdik, +6 dan +3 ga o'tyapti. 3 qadam, ikkitasi uchun 6 qadam. Demak, 6 qadamga 2 qadam, 3 qadamga 1 qadam. Xo'p, 3 raqamini oltin gugurtga qo'yamiz. 1 qadam desak, kaliy dixromatni oldiga qo'yamiz. Kaliy sulfatni oldiga ham 1 qo'yamiz ekan. Xrom sulfatni oldiga ham 1 qo'yamiz ekan. Oltin gugurt tursin bu. Kaliylar bu yerda 2 tami kaliy. Bu yerga 2 qo'yamiz ekan. O'zi 2 ta ekan, 1 qo'yamiz ekan bu yerga. To'g'rimi? Oltin gugurtlarni hisoblaymiz.